Assalomu alaykum va rahmatulloh. Yaxshimisizlar, yaxshilar. Bugun umra safari bo'yicha bir firmaga kelganmiz. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Xush kelibsiz. Rahmat, Xudoga shukr. Umra safari bo'yicha shu yurtdoshlarimizga qanday qulayliklari bor, litsenziya haqida, u yerda aldanib qolishmaydimi? Shular haqida bir ma'lumot bersangiz. Assalomu alaykum. Akamiz obunachilari, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Xudo xolasa, aka biz rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays. Biz o'tirgan joyimiz Farg'ona Marg'ilon Mustaqillik ko'chasi 692-uy. Aynan mana shu litsenziya va mana obunachilaringizga aynan mana shu manzil kiritilgan. O'qib berishligingiz mumkin. Men aytgan manzil bo'ldi. Marg'ilon shahri Mustaqillik ko'chasi 692-uy ekan. Litsenziyalarga ega, ishonchli turfirma. Eng asosiysi aka, bizda shunaqaki, bizda bemalol O'zbekistonning 12 ta viloyatidan aloqaga chiqib o'zlarining joylarini bron qilishlari mumkin. Bizda kartaga yoki boshqaga emas aka. Bizda rasmiy Centrum Holidays hisob raqamlariga to'lov qilishadi. Yokida vodiy ahli obunachilaringiz bo'ladigan bo'lsa, vodiyliklar ofisimizga kelishsa, hisobchilarimizga to'lovlarni amalga oshirishadi-da, kvitansiyalarni qo'llariga beramiz, o'zlari bilan olib ketishadi. Ishonchli. Xudo xolasa, bizda eng asosiysi barchasi qonuniy aka. Endi bizda sharoitlar to'g'risida ma'lumot bersam, bizda xudo xolasa standart paketimiz bor hamda komfort paketimiz bor. Standart paketimizni sharoiti to'g'risida ma'lumot bersam, o'zim aka bir 10 kun bo'lgani yo'q, borib shu sharoitlarni ko'rib keldim. Madina Munavvarada aka men 100 metr masofada turdim. Madina Munavvaradagi gastinisalarimiz 100 metrdan 300 metrgacha oralig'ida bo'ladi, markaziyada. Makka Mukarramada yonma-yon 3 ta gastinisamiz, 1,5 kilometr, 1,6, 1,7 kilometr oralig'idagi gastinisalar. Endi Malak Al-Safa, Number 1 Hotel, Aldera nomli gastinisalarimiz eng afzalli jihati bizni gastinisalarimizni istagan avtobusga chiqishaveradi. Misol bitta gastinitsaning 2 ta avtobusi bo'lsa, bizda yonma-yon 3 talik uchun bizda 6 ta avtobus bor. Misol Alderadan tushib turib Number 1 ga yo Malak Safani avtobusiga chiqib ketishaveradi. Avtobus kutishmaydi xudo xolasa. Bundan tashqari avtobuslarimizni to'xtash stoyankasi ham 3-hammomdan o'ng tomonga yurib chiqqanda 150-200 metr oralig'ida yosh kattalar qiynalishmaydi. Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Inshaalloh 50 boshlarimiz xudo xolasa mukammal umra qilishinglarga yelkadosh bo'lishadi. Qaysi reyslarda, qaysidir reysda to'g'ri kelsa birga borib, birga keladi. Mabodo 50 bosh to'g'ri kelmasa ham aka, bitta misol 50 ta odamni bitta yo'l boshlovchi tayinlanadi. Ya'ni o'sha 50 ta odam ana shu odamga ergashadi, olib borib Madina Munavvaradan aeroportdan olib chiqib 50 boshga topshirishadi. Hamda qaytayotib ham Madina Munavvaradan olib, misol Farg'onaga olib tushishadi. Shunaqangi yo'l boshchilarimiz bo'ladi. Endi bu mabodo 50 boshlarimiz bo'lmagan payt. Xudo xolasa 50 boshlarimiz ham yuqori yillik tajribaga ega malakali 50 boshlarimiz bo'ladi aka. Ziyoratlar masalasi Madina Munavvarada Qubbon masjidi, Uhud tog'i, inshaalloh Ravza-i Sharifga 100% tashrif barcha ziyoratchilarimiz kirishyapti aka. Xurmo bog'ida ziyorat bo'ladi, Qiblatayn masjidiga olib borishadi va yana bundan tashqari ziyoratlarimiz. Inshaalloh Makka Mukarramada aka Savr g'ori, Hiro g'ori, Mino, Muzdalifa, Jamorot, Arofat shu qatori ziyoratlarni amalga oshirishgandan keyin Makka ziyoratlarini undan keyin Qizil dengiz sayohatiga chiqishadi. Qizil dengiz sayohatidan tashqari biz o'zi bu paketimiz standart plus degan bo'laveradi. Toyif shahriga xohlovchilarni, kuch-quvvati yetadiganlarda ikkinchi marotaba umra qilishga taklif qilamiz. Ya'ni Toyifga borib, miqotdan chiqishadi, ehromga kirib, yana kelib umra qilishadi. Ya'ni Toyif shahriga ham ziyorat bizda mavjud aka, inshaalloh. Endi biz firma tomonidan xudo xolasa aeroportga uchib ketishayotganda aka xuddi shunaqangi bejiklarni beramiz. Bu bejiklarda yechmay yurishlarini tavsiya qilamiz har bitta ziyoratchilarga. Undan tashqari aka xuddi shunaqangi nimcha kamzillarimiz beriladi. Undan ham tashqari sumkalarimiz beriladi. Aeroportda hamda qaytishayotganda 5 litrli zamzam suvlari hadya sifatida taqdim etiladi aka. Inshaalloh sharoitlarimiz aynan mana shunaqangi. Endi bir vaqtlari, sana kunlariga qayerga qatdan ularda ham bir ma'lumot bersangiz. Bo'ldi. Xudo xolasa aka, inshaalloh 10 Farg'ona Madina yo'nalishida reysimiz bor. Aynan ushbu reysimizni sizning obunachilaringizga $995 qilib beramiz. Ana shoshilib qolinglar.
11 Namangan Jiddani ham 995 dollardan qilib beramiz. 14 Farg'ona Madina, 17 Farg'ona Madina, 18 Farg'ona Madina hamda 19 Namangan Jidda yo'nalishidagi reyslarimiz bor. Bularni hammasini 1025 dollardan qilib beramiz. Bu standart paketimiz. Xudo xolasa Toshkentdan ham reyslarimiz bo'ladi. O'ylamang, 12 ta viloyatdan Voha tomondan qo'shni Tojikistonlik obunachilaringiz bo'lsa aloqaga chiqishaversin. Xo'p bo'ladi. Endi bizda komfort paketimiz bor. 13 yanvar Farg'ona Jidda yo'nalishida bir juma Madina, bir juma Makkaga to'g'rilaganmiz. Inshaalloh Xudo xolasa Madina Munavvarada 100 metr masofadagi Merob Toiba, Makka Mukarramada Al Nasim nomli 900 metr masofadagi Gasnitsa. Piyoda kirib borishadi. Shunday Gasnitsadan shu chapga yurib, to'g'ri yursa haram hududiga kirib borishadi. Masofasi yaqin, 4 yulduzli Gasnitsalar. Madina Munavvarada ham 3 mahal, Makka Mukarramada ham 3 mahal taom qilganmiz. 50 boshi mana shu yerda ahlinim yaxshi bitta qolganimiz bor. Akamiz 50 bosh qilganmiz. O'zlari olib keladilar 50 ta odamni. Undan tashqari ziyoratlari o'sha Madinada standart paketimizda bor 5 dan ortiq ziyoratlar, Makkada o'sha aytib o'tganimizdek 10 ga yaqin ziyoratlar. Undan tashqari Qizil dengiz sayohati, Rojixiy masjidida ziyofat va Toif shahriga ziyoratni ham qo'shganmiz. Ushbu paketimizda ziyoratlar ko'proq, Gasnitsa sharoitlari yaqinroq, 4 yulduzli. Undan tashqari ushbu paketimizda afzalligiki Madinada ham, Makkada ham 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Bu maxsus komfort paketimiz bo'ladi. Inshaalloh buni narxini 1090 dollardan qilib beramiz. Ketishdan oldin mana shu ofisimizga ziyoratchilarni yig'ib, maxsus suhbatlar, beriladigan ma'lumotlarni yetkazib beramiz. Bu komfort paketimiz. Inshaalloh O'zbekistonning 12 ta viloyatidan bizga aloqaga chiqib aka, Telegramdan pasportlarni tashab, hisob raqamlaringizni beramiz. Bank orqali to'lovlarni amalga oshirib, o'zlarining joylarini bron qilishda bo'ladi aka. Rahmat. Shoshilib qolamiz. Mana arzon narxlarda sizlarga umra safari uchun bron qilib joylaringizni tezlashtirishingiz mumkin. Sizga rahmat. Xudo xolasa aka, sog' bo'ling, xizmatdamiz. Aloqaga chiqaverasiz. Sog' bo'linglar.